Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurshid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. 5 fevral G'ulji vaqasi Uyg'ur yaqinqi zaman tarixida yuz bergan ta'siri va ko'lami bir qadar cho'ng xalq inqilobidan biri bo'lib, 1997-yili G'ulji xalqi muborak hayit arpasida, ya'ni 2-oyning 5-kuni Xitoy hukumatining mustamlikachilik siyosatiga qarshi o'zlarining diniy, milliy erkinlik uchun o'rnidan dast turib, tarix betiga issiq qonlari bilan doston yozgan edi. 1997-yili 2-oyning 5-kuni atdigan soat 8da necha yuzlagan Uyg'ur yosh La ilaha illalloh Muhammadan Rasululloh degan lozunkalarni ko'tarib, G'ulji shahar ichida namoyish qilib mangan bo'lib, namoyishchilar yo'l bo'yi dinimizni qo'g'dayli, Xitoylarni qo'g'lab chiqarayli deganga o'xshash shuarlarni to'lab, G'ulji ko'chalarini Uyg'ur xalqining hurlik orzusi bilan titratgan edi. Shu kuni soat 12 bo'lganda namoyishchilarning soni xalq va yoshlarning qo'shilishi bilan taxminan 1000 dan oshib ketgan. Namoyishchi ammo shaharlik xalq doktorxonasi oldiga yig'ilib, G'ulji shahar ichida namoyishni davomlashtirgan. Shu kuni soat 1 atrofida G'uljidagi butun yoshlar, tijoratchilar, xalq ko'chalarga chiqib, namoyishchilarga qaytilgan. Bulardan bir necha yuz odam Xitoy Kommunist partiyasi ili viloyatlik komiteti, G'ulji shaharlik jamoat xavfsizlik idorasi, kinoxona ve Qizil Bayroq Soda Sarayı qatarlıq joylarga yig'ilib, Xitoylar chiqib ketsin, dinimizni qo'g'dayli, bizga Xitoyning hech nimiz kerak emas deb shuarlarni tovlashgan bo'lib, Xitoy soqchilari va Xitoy harbiy qism zarbidor etirti namoyishchilar qo'shinni parchalash va tarqitib etish uchun urib chiqish, Xitoy do'kondorlarining do'konlari, mashinalarga o't qo'yishga istiqiylik yetaklash orqali bu namoyishni xalqning va xalqaroning nazarida bir maydon qalaymaqonchilik qilib ko'rsatishga uringan edi. Namoyishning birinchi kunida Xitoy soqchi kuchlari, harbiy va Bangtanning qurolliq banditlari birlashib, qo'lida lozunkadan boshqa narsa bo'lmagan xalqni qahr tanqishda sovuq suv nasoslari bilan suv ichish, o'q tutish, topdan ayirib g'oyib qilib etish qatorliq usullar bilan bostirgan. Bir qism yoshlarning meyitini xalqni qo'rqitish uchun ko'chalarga, uylarning oldiga tashlab qo'ygan bo'lib, bu qirg'inchilik orqali Xitoy hukumatı o'zining vahshiyligini Sharq Turkiston xalqiga yana bir qatim namoyon qilgan. Uyg'ur xalqi bo'lsa, dunyoga Uyg'ur xalqining hurlik irodasini Xitoy tajovuzchilarining mustamlikachilikka mangu tizbikmaydiganligini yana bir qatim issiqqini va jini badaliga jakarlagan edi. Ayni vaqtda G'uljida maydonga kelgan 5 fevral namoyishi faqat G'ulji xalqining bir maydon norozilik namoyishi emas, balki u Sharq Turkiston xalqining hurlik, erkinlik va mustaqillik irodasining namoyandasi bo'lib, Sharq Turkiston xalqining tajovuzchi Xitoyning mustamlikachilik siyosatini qabul qilmaydiganligining, bu mustamlika va ishg'olga tizbikmaydiganligining ifodasi. Ayni vaqtda 90-yillardan keyin Sharq Turkistonda bosh ko'targan O'rta Osiyo davlatlarining mustaqilligidan umid olgan Uyg'ur xalqi navbatdagi mustaqillik Sharq Turkistonning deb zo'r umid bilan qargan bo'lib, 1995-yillardan keyin taraqqiy qilgan uyg'onish harakatlarining bir partiyasi G'uljida boshlangan Uyg'ur mashrab yig'ilish harakati qurilgandan boshlab din, madaniyat, milliy kimlikni qo'g'dashga chaqiriq qilish bilan birga zaharlik chekimlik va qimarga qarshi turishni tashviq qilib, G'ulji xalqining emas, balki butun Sharq Turkiston xalqining ma'naviy uyg'onish ulgusi bo'lgan edi. Xalqning uyg'onishidan qo'rqqan Xitoy hokimiyati buni bexatarlik tahdid, atalmış 3 xil kuch degan tökmetlar bilan nurg'un Uyg'urlarni bu sababli tutqun qilgan bo'lib, bu tutqun qilish va nohaq jazolashlarmi 5 fevral inqilobi uchun katalizatorlik rolini o'ynagan edi. Bu vaqani asli ma'nosi bilan ifodalashga to'g'ri kelsa, 5 fevral inqilobi 1990-yillardan keyin Sharq Turkiston miqyosida Xitoy qarshi qo'zg'algan umumiy kayfiyat, xalqning hurlik orzusi va Sharq Turkistonning shimol va janublarida maydonga kelgan qarshilik harakatlar bilan masqadanda ilib berilgan. Shundaqla 1997-yili Xitoyning Hong Kongni qaytarilish harpisida Uyg'ur xalqining mamlakat miqyosida keng ko'lamli qarshilik harakati qo'zg'ab, tajovuzchi Xitoy qarshi umumyuzlik xalq harakati ilib berish istikining bir partiyasi edi. Shundaqla o'xshash vaqtlarda Sharq Turkistonning Urumchi, Korla, Aqsu, Kucha, Qashqar va Xotanlardami umumyuzlik Xitoy qarshi harakatlar boshlangan bo'lib, Xitoy hukumatiga qarshi partizanlik qarshilik harakatlari hamma yerni qoplagan, Uyg'urlardagi mustaqillik orzusi paydin-pay taraqqiy qilib, 90-yillardan keyin keng ko'lamda boshlangan tashkiliy va yakka holat qurolliq qarshilik ko'rsatishning avjilishi
1995-yillardan boshlab janub va shimolda tashkilotlashish, planli harakat ilib berish, milliy munofiqlarni va o'z millatiga xoinlik qilganlarni xalq ichida yetim qoldirib, xalq millat sifatida umumyuzlik qarshilik holatiga o'tgan. Sharq Turkiston xalqi o'zlarining mustaqilligini qo'lga keltirish uchun Xitoy hukumatining mustamlikachilik siyosatiga qarshi umumyuzlik xalq harakatini boshlagan farqli guruhlar, tashkilotlar qurilib, tashkiliy yoki yakka holatda harakat ilib berayotgan, hammasining o'rtaq g'oyasi Xitoy ishg'olidan qutulib, mustaqil o'z-o'ziga xo'ja davlatini qayta qurish bo'lib, Xotan, Aqsu, Qashqar, Urumchi, Korla, G'ulja qatorliq shaharlarda har xil faoliyatlar, tashkilotlashish va cho'ng qo'zg'olonga tayyorlik ko'rish boshlangan edi. G'ulja 5 fevral namoyishimi dal Sharq Turkiston xalqining mustaqillik orzusi va Xitoy ishg'olidan qutulish istigining ro'shan ifodasi edi. Xitoy atalmış Abdunum rayonluq hukumati partiya komiteti G'ulja 5 fevral namoyishidan keyin Ili Qozoq Abdunum oblasti, Ili viloyati va G'ulja shahri birlashma qo'mondonlik shtabi va oldingi saf qo'mondonlik shtabini qurib, rasmiy urush holatiga o'tgan va bu voqea haqida Xitoy hukumatining dastlabki sonliq ma'lumotida namoyishda 198 odam yaralangan, buning ichida 50 odam og'ir yaralangan, 7 Xitoy o'ldirilgan, soqchi va harbiylardan bo'lib 30 odam yaralangan, buning ichida 14 odam og'ir yaralangan, 24 soqchi mashinasi buzib etilgan va 9 ko'ydirib etilgan deyilgan bo'lib, bular Xitoy hukumatining o'zini ziyonkashlik uchurga chiqilib ko'rsatish uchun e'lon qilganlari edi. Ammo Xitoy hukumati 5 fevral kuni kechasi va namoyishda askarlar qirg'in qilgan, sovuq suvda to'ngiltib o'ldirilgan, Bangtanning askarlari o'ldirib ko'chaga tashlayotgan Uyg'urlarning birimi tilga ilinmagan. Shundaqla bu qonliq oqibatning kelib chiqishining asli javobgar bo'lgan Xitoy hukumatining qonliq bostirishlar haqida hech qanday bir tafsilot tilga ilinmagan edi. Shu yil yana 4-oyning 6-kuni, 4-oyning 20-kuni, 6-oyning 26 va 7-oyning 23-kunlari Ili oblastlik xalq sud mahkamasi va shaharlik xalq sud mahkamasi orqa-orqadan 4 qitim ochiq sud yig'ini ichib, turkumga bo'lib 5 fevral namoyishiga qatnashgan 1000dan ortiq kishiga jazo e'lon qilgan bo'lib, bu jazolash 2004-yilgacha davomlashgan edi. 2001-yili 15 oktyabr kuni sud ichilib, G'ulja 5 fevral namoyishidagi tashkilotchilardan 2 kishiga o'lim jazosi hukm qilingan va shu kuni ijro qilingan va 2004-yilgacha 5 fevral G'ulja namoyishchilarini iz qo'g'lab tutish davom qilgan bo'lib, G'ulja tavasida, shundaqla butun Sharq Turkiston tavasida Xitoy hukumati bostirish va o'chilish harakatini davomlashtirib, G'uljaning har qaysi noya, yezlardan mashrab bilan aloqasi bor yoki G'uljada tutqun qilinganlarning do'st birodarlari, xalq ichidagi obro'li kishilar, boylar, ma'rifatparvar insonlar tutqun qilinib, qattiq bostirilgan edi. Bu yil qahramon qiz o'g'illarimiz issiqqani bilan Uyg'ur tarixiga tamg'urgan bu qonli qirg'inchilik, Uyg'ur xalqining hurlik, mustaqillik orzusini namoyon qilgan jasurlarcha tik turishining 29-yili. Bu munosabat bilan dunyoning har yerida Uyg'ur muhojirati Xitoy elchixonalari oldida va shahar markazlarida namoyishlar elib berib, bu shonliq tarixni xotirlab, dunyoga Uyg'ur xalqining irodasini namoyon qilib kelmoqda bo'lib, bu yilmi Dunyo Uyg'ur qurultiyining chaqiriqi bilan dunyoning har qaysi yerlarida turli norozilik harakatlari elib berilgan. Germaniyaning München shahrida Dunyo Uyg'ur qurultiyining o'rinlashtirishida Xitoy konsulxonasi oldida namoyish o'tkazilgan. Bu namoyishda oldi bilan qurultay raisi Turg'unjon Alovdin so'z qilib, 5 fevral G'ulja qirg'inchiligi va qahramon yoshlarimizning ish izlarini eslab o'tib, bu kunning ahamiyati va uni xotirlashning muhimligi haqida so'z qildi. Buningdan 29 yil burun 1997-yili qahramon G'ulja yoshlari Xitoyning to'liq qurollangan Jallat armiyasining tahdidlariga pisand qilmay, 0'dan töven 30 graduslik sovuqqa qaramay namoyishga chiqdi. Arqadan qurultayning sobiq raisi Dolqin Isa Apandi bu namoyish va Uyg'ur xalqi duch kelayotgan irqiy qirg'inchilikni eslab o'tish bilan birga, bu bir haftada Amerikada ilib borgan faoliyatlar haqida qisqacha doklad berib o'tdi. Bu qatam Amerikada xalqaro diniy erkinlik yig'ini bo'lib o'tdi.
Bunun dünyanın 80'den artık devletinden 1700'e yakın insan, devlet rehberleri, kişilik hukuk teşkilatlarının kadimleri, her kaysi okşamagan dinlarının vekilleri bulup 1700'den artık adam katlaşkan 3 günlük çoğun bir yığın oldu. Bu yerde hem de dünyanın hem yerindeki 80'den artık devlet kelgen, artık devletten kelgen insanlarga Uygurlarning bugungi vaziyatini anglatish, bulupmu dini itiqad jihatlarda qandaq zulmlarga duch kelayotganligini anglatish muhim bir yerda shuni qilish fursatimiz bo'ldi. Bilganimizdek, mushu bugun xotirlayotgan G'ulja voqeasimi shuning kelib chiqishi xalqimizning diniy e'tiqodining cheklamaga uchraganligi, Qadr kechasi o'zining tinchlik bilan diniy e'tiqodni o'rinlash uchun toplangan insanlarımızın Xitoy tarafidan ta'sirga uchrashib, ularni so'roqqa tatqanligi, tutqunligi munosabati bilan G'ulja yoshlarimizdan o'tirg'i chiqish bilan shakllangan, patlaq vergan bir harakat. Norvegiyada Norvegiya Uyg'ur komitetining o'rinlashtirishi bilan 4 fevral Norvegiyadagi bir qism Uyg'urlar havoning qattiq sovuq bo'lishiga qaramay Oslodagi parlament binosi oldida namoyish o'tkazib, 5 fevral G'ulja inqilobining 29-yilligini xotirladi. Namoyish jarayonida qatnashchilar Xitoy hokimiyatining Sharq Turkistonda yurgizayotgan tajovuzchilik siyosatlariga va sistemlik irqiy qirg'inchilikka qarshi kuchli shiorlarni tovladi. Namoyishchilarning g'ayrati atrofdagi yerlik ommaning hamda sayohatchilarning kuchli diqqatini qo'zg'agan. China! Fascist China! Terrorist China! Terrorist China! Terrorist Xi Jinping! Terrorist Xi Jinping! Fascist Xi Jinping! Fascist Xi Jinping! Fascist Xi Jinping! Gollandiyada shu yerdagi Uyg'ur jamoati namoyish uyushtirgan bo'lib, Gollandiyada turishliq Jasur Lager shoidi va qurultayning taftishi Qalbnur Sidiq xonim mazkur namoyishga qatnashgan. Bugungi kunda G'ulja shahridagi qahramon, jangovar, yosh yigit o'g'lonlarimiz maydonlarga to'kilib, shu kuni 30 gradusdan ortiq shu qattiq sovuqda maydonlarda qo'llarda tumirda suluğu yo'q namoyishlarga chiqqan. Angliya poytaxti Londonda Britaniya Uyg'ur jamiyati va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini to'xtat tashkilotining tashkillashi bilan G'ulja voqeasining 29 yillik munosabati bilan namoyish olib berilgan. Avstraliyada Avstraliya Uyg'ur jamiyatining tashkillashida Sidneydagi Xitoy elchixonasi oldida Avstraliya Uyg'urlari namoyish olib borgan. Bu namoyish oldi bilan Sharq Turkistonning istiqlol marshi bilan boshlanib 2 soatga yaqin davom qilgan. Alamiz. Bugungi bu kunni hargiz unutib qolmaymiz. Biz shu xalqimizning qonmadidan o'rgangan yashab, shu xalqimizga husnlarni inshaalloh chuqur qilamiz. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. China lies, people die. Freedom for Kanadada Toronto shahrida Kanada Sharq Turkiston jamiyatining tashkillashida, Kalgarida Alberta Uyg'ur jamiyatining tashkillashida G'ulja voqeasining 29 yillik munosabati bilan namoyish o'tkazilgan. Kalgaridagi Xitoy konsulxonasi jasurona shuar to'lishayotgan Uyg'ur qarindoshlarimizdan bearam bo'lib, shovqinli ovoz qo'yib chidamaslik qilgan. Mana qarindoshlar, namoyishimizda biz shuarni boshlasak, Xitoylar manasini chiqadi. Ko'rdinglarmi? Mana demak biz har qanday namoyishimizda musha kirishimiz kerak qarindoshlar. Mana qarindoshlar, men yana ketimizda yo'l borib, mangan tut namoyishni 1 soat degan. Mana men ovozlar to'xtadi. Mana butun dunyoga men nim qilishni xohlayman, butun dunyodagi qarindoshlar bilan mana men ovoz to'xtadi. Bu haqda naq maydondan stansimizga ma'lumot bergan Alberta Uyg'ur jamiyatining raisi va Qurultay fondining muavin raisi Mukarram Qurbon xonim mundaq dedi. Demak, qarindoshlar, dunyoning har qaysi yerlik qarindoshlar namoyishni qilaylik, shahidlarimizning ruhi qo'rilmasin, turmadikilarning bizning kutgan umidlari yerda qolmasin. Butun dunyolik qarindoshlar, bir odam bo'lsa-mu, bu shakil namoyish qilsak, Xitoyning naqadar qo'rqinchliligini mana bugun isbot, zaten isbotlaqlik bugun texmi bizning bu yerda aniq qoldi.
Türkiye'nin İstanbul şehrida Zeytinburnu Kazlı Çeşme Faaliyet Merkezida İstanbulda faaliyet ilib berayotgan 17 teşkilat birleşip, G'ulji inqilobining 29 yilligini xotirlagan. Bu faaliyetga Türkiye'nin her qaysi partiyalarining İstanbul şöbesining vakillari, axborotlar ve İstanbuldagi Uyg'urlar bo'lib 300 dan jiq kishi qatnashgan. Mazkur yig'inda Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi Abdurashid Abdulhamid ve her qaysi tashkilotlarning rahbarlari so'z qilib, G'ulji inqilobi ve Sharq Turkistonning mustaqillik ko'rish yo'lida shahid bo'lgan barliq qarindoshlarimizni eslab o'tishgan. Burada Doğu Türkistan tarihinin en acı ve en sembolik kırılma noktalarından biri olan 5 Şubat 1997 Gulcu katliamının 29. seneyi devriyesinde Gulcu kahramanlarını anmak ve aynı zamanda Doğu Türkistan'ın özgürlüğü, kimliği ve insan onuru uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yad etmek için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Türkiye paytaxtı Ankara'da Dünya Uyghur Qurultiyi Vaqfisining tashkillashida Türkiye Diyanet Vaqfisi Yoshlar Madaniyat salonida 5 fevral G'ulji vaqasining 29 yilligini xotirlash faoliyati o'tkazilgan. Faoliyatning ochilish so'zini Ankara Ati-Masqut noyasining muftisi qilgan bo'lib, 300 ga yaqin kishi qatnashgan. Dünya Uyghur Qurultiyining bayonotchisi ve Qurultay Vaqfisining raisi Professor Dr. Erkin Ahmed ve Qurultayning Ankara'dagi vakillarining qatnashida ilib berilgan bu faoliyatda Türkiye ve İslam dünyasını Sharq Turkiston meselesiga sukut qilmaslikqa chaqiriq qilingan. Qozog'istonda Qurultayning Qozog'iston vakillari Olmaota shahrida bir yerga jam bo'lib, vatanning ozodlik uchun shahid bo'lgan qarindoshlarimizni atab duo tilovat qilishgan. Bu faoliyatda Qurultayning oliy maslahatchisi ustozimiz Qahramon G'ojambard apandi so'z qilib, G'ulji inqilobini eslab o'tish bilan birga Dunyo Uyg'ur Qurultiyining xalqaro sahnalarda ilib berayotgan lobby faoliyatlari ve Sharq Turkiston davosining navbatdagi vaziyati haqida to'xtalib o'tgan. Qirg'izistonda 4 fevral kuni Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining tashkillashi bilan Qirg'iziston Uyg'urlari Bishkekda jam bo'lib, G'ulji vaqasining 29 yillik munosabati bilan duo tilovat qilishgan. سبحان ربك رب العزة عما يصفون Faaliyatga Bishkek ve onun etrafidagi yez mahallelarining yigit boshlari, ayollar komitetining a'zolari, jamoat arboblari qatnashgan bo'lib, Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining raisi Asqarjon Qosim apandam riyosatchilik qilgan. Bu faoliyatda Dunyo Uyg'ur Qurultiyining Qirg'iziston alohida vakolatchisi ve Qirg'iziston ittifoq gazetining bosh muharriri Zumrat Roziyeva, Dunyo Uyg'ur Qurultiyining faoliyatlari to'g'risida Yevrosiya Uyg'ur Akademiyasining raisi, falsafa fanlari doktori Akbarjon Bovdon 5 fevral G'ulji inqilobi haqida to'xtalib o'tgan. 5 fevral kuni yana Qirg'izistonning Jalolobod shahrida Qirg'iziston Uyg'urlari ittifoq jamiyatining sho'ba raisi Alisher Nasiraxonning uyushtirishi bilan 5 fevral G'ulji inqilobi xotirlangan. G'ulji voqeasida shahid ketgan tuqqanlarimizni Valiyga rahmat shahidlariga jannat qilsin. Ularning qilgan hamma işlerini bu altın harflerle inşallah yazılıp qoladi. Uyg'urlarning hürlük ve azadlık iradesiga vakillik qiladigan 5 fevral G'ulji inqilobi munosabati bilan Türkiye'nin her qaysi partiyalari ve parlament a'zolari o'zlarining ijtimoiy taratqi hisoblarida maxsus bayonotlar tarqatishgan bo'lib, partiyasi markaziy organ hisobida ve İstanbul şöbe hisobida parlament a'zosi Ridvan Uz o'zining hisobida Büyük Birlik partiyasi ve mazkur partiyaning raisi Mustafa Desteji o'zining hisobida Alparslan Türkeşning qizi parlament a'zosi Ayuja Türkeş o'zining hisobida parlament a'zosi Selçuk Türk o'g'li o'zining hisobida Kelajak partiyasining muavin raisi parlament a'zosi Selçuk Özdağ o'zining hisobida G'ulji inqilobining 29 yillik munosabati bilan maxsus bayonotlar bergan. Navbatda yana Amerikada 7 fevral Germaniyaning Stuttgart ve atrofida yashaydigan Uyg'urlar Stuttgart shahrida 7 fevral yig'ilib, G'ulji inqilobining 29 yillik munosabati bilan namoyishlar ilib bormoqchi ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sundum. Keng qitimliq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalına əza bo'lishni unutmang. Xeyr xoş.